Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz aralashma so'qoq sayyor. Bu odatda qon besim tushirishga, andan og'riqlashga foydasi bor maxsus so'qoq sayyorniki. Buningga biz hozir hosil meg'zi, tarxamak, mor, piyoz mushlarni ishlatamiz. Biz oldin hosil meg'zni azroq mayda bir qo'rib olamiz. Mana qo'rib oldik. Endi men tarxamakni o'ttirdan ishga qilib, o'ttirdiki men urug'ni evitimiz. Urug'u jiq bo'lmasa evetmisanglar bo'ldi. Andan mana urug'ni evatdik. Endi qog'inni hozir men videoda ko'rsatilgan bo'yicha to'g'rilsanglar bo'ldi. Mana bu holatda sal yapliqroq holatda to'g'rilib olamiz. Endi bu so'g'chilangan morni sal ushoqdaymiz. So'g'chilanganiki yo'g'naydi emasmi? Ushoqlab olamiz. Endi piyoz, qizil piyoz ishlatdik. Oq piyoz olsin bo'ldi, lekin men qizil piyoz bekrak foydali. Piyozni mana shu holatda almos shaklida qilib to'g'rilab olamiz. Mana bularni tayyor qilib oldik. Endi biz bu mor, piyoz, tarxamakning ustiga ozroq tuz sepamiz. Tuzni tetiqroq qilib sepsanglar bo'ldi. Ahvol qarab. Andin veyjandan ozroqlama. Andin jangyu. Achchiq suvdan yana ozroq solamiz. Andin changsayni ushoqroq to'g'rilab oldik yoki yumg'oq suti bo'lsin bo'ldi. Andin bu boya qo'rvagan hosil meg'izni solamiz. Andin buning ustiga ozroq zimoyo ya'ni kunjutmayi to'kayotgandan keyin buni cho'k bilan yaxshi aralashtiramiz. Achchiq yeyishni yaxshi ko'rsanglar, etgan lozimdan ozroq sep qo'ysanglar bo'ldi.